Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz, yog'och darvoza ixlosmandlari, ishqibozlari, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun yana bitta darvozani obyektimizni topshirdik. Mana eson-omonlikda va nihoyat. Xo'p, materialimiz Sasnadan, qalinligi hali ham 5,5 dan qilyapmiz. Materiallarimiz bor. Xo'p, qalinligi 6 ga kelgan yog'ochni 5,5 ga o'tkazib qilganmiz. Xo'p, buni rangi arix rang bo'ldi, yong'oq svetga o'xshab chiroyli holatda chiqdi. Bortrekalik. Xo'p, quluplarimiz ham o'zgacha holatda. Yopilishiga o'zingizlar bir bahoylar berib berasizlar. Normalniy holatda rezinkalari bor. Xo'p, karkaslarimiz hali ham shu temirdan bo'lyapti, profildan akamiz. Xo'p, atroflarni shvellerdan qilib bering degani uchun shvellerdan qilib berdik. Zazonlari ham o'zining holatiga yarasha. O'sha balonlarni hozir boshqa chirog'idan qo'yapmiz. Mana balonlari Xo'p, darvozani ko'tarib turadi, mana tegar tegmas holatda turadi. Bular ham yaxshi holatda. Xo'p, bitta ochib yopib ko'rsatib beramiz. Ochilib yopilishlari ham juda go'zal holatda turibdi mana. O'zingizlar 1 dan 10 gacha kommentariyada izohda yozib ketaverasizlar. Pastdagi raqamlarga murojaat qilsanglar, xo'p, narxlari, xo'p, o'lchamlarini tashlasanglar, hisoblab chiroyli qilib beramiz. Vaqtga qarab tayyorlab beramiz. Manzilimiz Andijon viloyati Izboskan tumani Magirda qilamiz. Xo'p, kichkina qanoti ham shu, mana qulupi ham qimmat, yaxshi qulupdan. Ancha-muncha hech narsa bo'lmaydi inshaalloh. Asosiysi ochib yopilishi yaxshi bo'lsa, qulup uzoqqa boradi mana. Yopilishi yengil holatda. Alloh qodir qilgancha qildik. Laykni bosib, hop, endi vagonkalarni tushuntirib o'tamiz. Ikki chetda 36 sm vagonka chiqdi. Hop, oldiga nalishdan qoqdik. Vagonkani ham tinig'idan olib qoqilgan. Ranglarini berib bir yo'la akamiz abrisovka qilib urdirar ekan, o'sha hisobiga oldiroqqa chiqarib qo'ydik. Xo'p, ma'lumotlarimiz shu. Like bosishni esdan chiqarmaysizlar. Pastdagi raqamlarga murojaat qilaverasizlar. Kelishilgan holatda vaqtga qarab 1,5 oydan 3 oygacha vaqtga qarab qilib beramiz. Sizlar bilan maslahat qilgan holatda zakatimizga qarab. Xo'p, 2025-yilda shu holatdan sal qiyinchilik bo'ldi. 2026-yilda shu rejim qildikki, har bitta olgan ishimizni hamma narsasini chiroyli holatda qo'yib, yozuv-chizuv qilib, keyin kelishilgan holatda qilib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar.